mashinasi bo'lsa sekin berayotganida siz turing deb sekin pichirlab qo'ying. Baribir. to'g'rilab Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, aziz jurnalistlar, zahmatkash mana shu sohani shifokorlari. Bugun mana yana biz ushbu zalda sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, biz mana butun jurnalistlar, butun jamoatchilik onkologiya markaziga juda ham serqatnov bo'lib qoldi. Chunki davlatimizning rahbari tibbiyotga, ayniqsa onkologiya sohasiga shu darajada katta e'tibor berilyaptiki, mana ko'rib turibsizlar, har oyda yangi farmon, har oyda yangi qarorlar e'lon qilinyapti. Mana biz bundan bir muddat oldin sizlar bilan xuddi shu zalda uchrashgandik. Davlatimiz rahbari Fransiyaga rasmiy tashriflari doirasida shu Fransiya prezidenti Makron bilan uchrashib, nafaqat Fransiyani, balki dunyoning eng kuchli top 5 taligiga kiruvchi Gustav Roussy brendini mana shu onkologiya markaziga berish, uni standartlarini joriy etish bo'yicha juda katta kelishuvlarga erishilgandi. Biz o'shani taqdimotini o'tkazgandik. Mana oradan hech qancha fursat o'tmasdan davlatimiz rahbari yana ikkita katta tarixiy qarorga imzo chekdilar kuni kecha.
Demak, bittasi onkologik kasalliklarni oldini olish va uni shu xizmatni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi shu haqdaki mana shu paytgacha bizni e'tiborimizdan chetda qolib kelayotgan palliativ xizmatni rivojlantirish bo'yicha juda katta qarorga imzo chekildi. Bugungi matbuot konferensiyasining asosiy maqsadi, demak, avvalambor mana shu ikkita katta tarixiy qarorni o'zimiz bilishimiz kerak, vrachlarimiz bilishi kerak va ikkinchisi mana shu jurnalistlar, mana bugun vaqtlarini ayamay kelgan jurnalistlarga biz tashakkur bildirish barobarida bular orqali biz jamoatchilikka mana shu ikkita qarorni mazmun mohiyatini yoritishimiz kerak, ko'proq xabar berishimiz kerak. Mana biz shu maqsadda bugungi matbuot anjumanida 14 ta mana filialda ham uladik. Mana 14 ta butun respublika bo'yicha filiallarimiz mas'ullari ham ishtirok etyapti. Hurmatli hamkasblar, men bugungi matbuot anjumanini ochib berish uchun ushbu markaz direktori janob Federkayaga kirish so'ziga navbat beraman va keyin ikkita qaror bo'yicha 10 minutdan iborat mana jurnalistlarimizda ham sizlarda ham vaqtlaringizni olmasligi uchun 10 minutdan prezentatsiyamiz bor. Keyin ushbu matbuot anjumanining asosiy qismi savol javoblarga o'tamiz. Marhamat. Evet, katta rahmet. Sayın çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, öncelikle merkezimize hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylanan 238 ve 239 sayılı kararların ülkemiz sağlık sisteminde nasıl yeni bir başlangıç yaptığını sizlerle paylaşacağız. Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblarim, qadrli ommaviy axborot vositalari vakillari. Barchangizga Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi nomidan samimiy tarzda salom yo'llayman hamda taklifimizni qabul qilganingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun bu yerda 24-iyun kuni qabul qilingan 238 239 sonli prezident qarorlari doirasida mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimida boshlanadigan yangi davr haqida jamoatchilik bilan o'rtoqlashish uchun yig'ilganmiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde sağlık alanında hayata geçirilen reformlar, insanı ve yaşam hakkını merkeze alan güçlü bir devlet vizyonunun somut yansımasıdır. Bu vizyon, kanserin önlenmesinden erken teşhis, ileri tedavi imkanlarından palyatif bakıma kadar sağlık hizmetlerinin her aşamasında vatandaşlarımıza uluslararası standartlarda erişilebilir ve nitelikli hizmet sunmayı hedeflemektedir. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar inson va uning yashash huquqini ustuvor biladigan kuchli davlat konsepsiyasining yaqqol ifodasidir. Bu konsepsiya saratonning oldini olish va uni erta tashxislashdan tortib, ilg'or davolash imkoniyatlari hamda palliativ yordamgacha bo'lgan sog'liqni saqlash xizmatlarining har bir bosqichida fuqarolarimizga xalqaro standartlarga mos, qulay va sifatli xizmat ko'rsatishni maqsad qilib qo'ygan. Bu kapsamda kabul edilen kanser hastalıklarının önlenmesi, erken tespiti ve tedavisine yönelik tedbirlerin iyileştirilmesi hakkında 238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kanserle mücadelede kapsamlı bir dönüşüm ortaya koymaktadır. Karar, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, ulusal tarama programlarının yaygınlaştırılmasını, modern tanı ve tedavi yöntem teknolojilerinin geliştirilmesini ve daha fazla vatandaşın modern tanı ve tedavi teknoloji geliştirilmesini, ulusal kanser kayıt sisteminin güçlendirilmesi ve nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesini öngörmektedir. Shu maqsadda qabul qilingan saraton kasalliklarining oldini olish, erta aniqlash va davolash chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi 238-son Prezident qarori saratonga qarshi kurashda keng qamrovli o'zgarishlarni belgilab bermoqda. Qarorda profilaktik tibbiy xizmatlarni kuchaytirish, milliy skrining dasturlarini ommalashtirish, zamonaviy diagnostika va davolash texnologiyalarini rivojlantirish, milliy kanser registr tizimini mustahkamlash hamda malakali tibbiyot xodimlarini tayyorlash ko'zda tutiladi.
Özellikle meme, rahim ağzı, kolorektal, akciğer ve prostat kanserlerine yönelik tarama programlarının yaygınlaştırılmasıyla daha fazla vatandaşımızın hastalığını erken dönemde öğrenebilecek ve tedaviye zamanda ulaşabilecektir. Çünkü kanserle mücadelede en değerli kazanım erken teşhistir. Diğer taraftan nüfusa kayıtlı palyatif tıbbi hizmetlerin sunulması, iyileştirilmesine yönelik ek tedbirler hakkında 239 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yaşamın her evresinde insan onurunu esas alan bir sağlık anlayışını güçlendirmektedir. Entegre palyatif bakım sistemi geliştirilecek, mobil bakım ekipleri ve hospice hizmetleri yaygınlaştırılacak, e-palyatif dijital platformu hayata geçirilecek ve hastalarımızın etkin ağrı tedavisine erişimi daha da kolaylaştırılacaktır. Xususan, ko'krak bezi, bachadon bo'yni, yo'g'on ichak, o'pka va prostata bezi saratoniga yo'naltirilgan skrining dasturlarini keng ommalashtirish orqali yanada ko'proq fuqarolarimiz kasalligini erta bosqichda aniqlash va o'z vaqtida davolanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Zero, saratonga qarshi kurashda eng muhim omil bu erta aniqlashdir. Qolaversa, prezidentning aholiga palliativ tibbiy xizmatlar ko'rsatishni takomillashtirishning qo'shma chora-tadbirlari to'g'risidagi 239-sonli qarori hayotning har bir bosqichida inson qadr-qimmatini asos qilib olgan sog'liqni saqlash yondashuvini mustahkamlamoqda. Integratsiyalashgan palliativ yordam tizimi takomillashtiriladi. Mobil yordam ko'rsatish guruhlari va hospice xizmatlari kengaytiriladi. E-palliativ raqamli platformasi ishga tushiriladi va bemorlarimizning samarali og'riq qoldiruvchi muolajalardan foydalanish imkoniyati yanada oshiriladi, osonlashtiriladi. Değerli basın mensupları, bu reformların başarıya ulaşmasında toplumun doğru bilgilendirilmesi ve erken teşhis bilincinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte sizlerin destek ve katkısı sağlık çalışanlarımız kadar kıymetlidir. Qadrli ommaviy axborot vositalari vakillari, bu islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshishida jamiyatning to'g'ri xabardor qilinishi va erta aniqlash tushunchasining ommalashtirilishi katta ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda sizning ko'magingiz va hissangiz tibbiyot xodimlarimizniki kabi qadrlidir. İnanıyoruz ki devletimizin kararlı politikaları, sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı, bilim insanlarımızın bilgi ve emeğiyle ülkemizde onkoloji ve palyatif bakım hizmetleri çok daha güçlü bir geleceğe taşınacaktır. Bizim için en büyük başarı, daha fazla insanın kanseri erken evrede öğrenmesi, daha fazla hastamızın sağlığına kavuşması ve ailelerin umutlarını koruyabilmektir. Çünkü her erken teşhis kurtarılan bir yaşam, her sağlığına kavuşan bir hasta ise geleceğe umutla bakan bir aile demektir. Ishonamizki, davlatimizning qat'iy siyosati, tibbiyot xodimlarimizning fidoyiligi, olimlarimizning bilimi va mehnati bilan mamlakatimizda onkologiya va palliativ yordam xizmatlari yanada kuchli kelajak sari yetaklaydi. Biz uchun eng katta muvaffaqiyat ko'proq insonning o'z saratonini erta bosqichdayoq bilishi, ko'proq bemorimizning sog'ayishi va oilalarning umidini saqlab qolishdir. Chunki har bir erta tashxis saqlab qolingan hayot, har bir sog'aygan bemor esa kelajakka umid bilan boqayotgan oila demakdir. Ben buradan bu önemli reformlara öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor. Sağlık çalışanlarımıza, bilim insanlarımıza ve bu sürece katkı sunan tüm paydaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ushbu muhim islohotlarga boshchilik qilgan avvalambor hurmatli prezidentimizga, shuningdek bu jarayonda hissa qo'shgan barcha tashkilot va muassasalarga minnatdorchilik bildiraman. Tibbiyot xodimlarimizga, olimlarimizga hamda ushbu jarayonga hissa qo'shgan barcha hamkorlarimizga o'z tashakkurimni izhor etaman. Ishtirokingiz va e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Barchangizga chin dildan salom va ezgu tilaklarimizni yo'llayman. Katta rahmet. Keratbek, sizni mazmunli so'zingiz uchun biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz sizga. Va hurmatli hamkasblar, endi matbuot anjumanining asosiy mavzusi bu prezidentimiz tomonidan saraton kasalliklarini oldini olish, erta aniqlash
va ularni samarali davolash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bo'yicha biz markaz direktori o'rinbosari Dilshod Mahmudovich Egamberdiyevga prezentatsiyaga navbat beramiz. Marhamat Dilshod aka. Hurmatli hamkasblar, mana nomini qarang, saraton kasalliklarini oldini olish. Saraton kasalliklarini oldini olish mumkinmi, Dilshod aka? Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vosita vakillari, hamkasblar, mehmonlarimiz, hurmatli prezidium, hurmatli direktor Furqat aka, rahmat shu bugungi press konferensiya uchun. Press konferensiya bizni jamoani bir katta bir ishini ta'bir joiz bo'lsa bir maqtanadigan bir moment bo'lib turibdi. Shuningga biza mana shu prezident qarori onkologiya bo'yicha oddiy qarorlardan bu boshqachaligini bir ko'rsatadigan bir mavrid deb o'yladik va ruxsat bersanglar shuni qisqa prezentatsiya bilan namoyish qilmoqchimiz. Bu oddiy qaror emas, bu milliy dastur. Milliy dasturni hayotga tatbiq qilish bo'yicha qilingan davlat rahbarining qarori. 238-qaror bilan shu milliy saratonga qarshi kurashish dasturi qabul qilindi. Milliy dastur nima o'zi? Shu haqida bir qisqa ma'lumot bermoqchiman. Mana endi inglizchasiga National Cancer Control Plan deyiladi yoki saratonga qarshi kurash milliy dasturi. Bu dastur nimalarni qamrab olgan? Shu prezentatsiyada nimani ko'rsatamiz? Mana NCCP yoki milliy dastur qanaqa ishlab chiqildi? Hozir Furqat aka savollari mana profilaktika qilsa bo'ladimi o'zi? Profilaktika to'g'risida to'xtalamiz. Erta aniqlash, diagnostikani, davolashni yaxshilash, kanser registr, dasturni monitoring baholash borish va oldimizga qanaqa indikatorlar qo'yganmiz? Shular bilan bo'lishmoqchimiz. Bu qaror o'zi nimaga kerak edi? Endi oddiy tibbiyotni rivojlantiradigan dasturlardan farqi shuki, bu bitta onkologiya tizimini yoki sog'liqni saqlash tizimini emas, milliy deganimiz hamma tushunadi, butun millatni dasturi. Bu millatni dasturida hammamiz rolimiz bor. Nega bizni bemorlarimiz natijasi davolashimiz yaxshi emas? Ko'pchilik saraton oilasiga kirmagan oila yo'q deb bo'lsa kerak, hammada bor. Kimdadir qayg'uli, kimdadir xursandchilik yengib ketgan. Endi asosiy muammomiz mana qayerdan boshlanadi? Bu kurashda bitta tizim, bitta markaz, qaysidir uskunalarni bizda bor, chet elda yo'qligida emas. Umumiy bemorlarni shu uyida saraton bilan yuribdi-yu, bilmay yuribdi. Uni shifoxonagacha kelgan bo'lgan shu mashrut deymiz, o'sha joylarda tizimli kamchiliklarimiz bor. Buni birinchi marta milliy darajada hal qilish uchun shu milliy dastur ishlab chiqildi. Endi bu nimadan iborat? Kech aniqlash bo'yicha muammolarimiz nimadan iborat? Mana endi ommaviy axborot vositalari bilish kerak. Kech aniqlash bu birlamchi tibbiyot tizimi bilan bog'liq. Birlamchi tibbiyot tizimida onkologiya xizmati deyarli bir roli katta emas. U joyda oilaviy shifokorlar yoki umumiy amaliyot shifokorlari, ular onkologiyani erta aniqlash uchun nimalar qilish kerak? Buni dasturda ko'rsatganmiz. Endi o'sha bemorlarni mashruti deymiz, birlamchi tibbiyotdan ikkilamchisiga, ya'ni viloyatdan respublika kelishda nima kamchiliklar bor, nima uzilishlar bor? Bu to'g'risida gapiramiz. Tengsizlik deganimiz mana to'g'ri tushuntiring. Nega Toshkentdagi bor infratuzilma yoki PET boshqa nimalar nega viloyatda yo'q? Viloyatda viloyatdagi nimalarimiz nima kamchiligi bor? Shuning uchun bu tengsizlikni ham qarshi kurashamiz va ma'lumotlar kamligi. Ma'lumot deganimiz o'sha kanser registr tizimi deymiz, o'sha onkologik kasalliklarni qayd qilib bizda agar real
to'g'ri ma'lumotlar bo'lsa, unga qarab to'g'ri strategiya, to'g'ri qarorlar chiqaramiz. Afsuski bunda ham kamchiliklarimiz bor, u kamchiliklarni ham yoritib o'tiramiz. Va bunga prezident qarori nima deb javob berdi? Erta aniqlashni yaxshilaymiz, tezkor diagnostikani yo'lga qo'yamiz, zamonaviy protokollarni yo'lga qo'yamiz, bularni raqamli, shaffof monitoring qilamiz va boshqaruvni ham moliyaviy boshqaruv, boshqa boshqaruv bor, ularni ham shaffof va raqamli monitoring qilamiz. Maqsad bemorni yo'qotmaslik. O'sha hali o'zida onkologiya borligini bilmaydi-yu, shubhali bemorlarni yo'qotmasligimiz kerak. Ularni yaxshi qilishga, kasallikdan tuzalib ketishga imkoniyati bor. Endi mana bu qiyinroq tablitsa, qisqa gapiraman. Erta aniqlash qamrovi afsuski 30% dan past. Nima deganimiz? Mana davlat erta aniqlash uchun poliklinikalarda dasturlar yo'lga qo'yyapti. Afsuski 70% insonlarimiz qatnashmayapti. U kimning aybi? Butun jamiyatning aybi. Bu yerda ommaviy axborot vositalarining ham roli bor, birlamchi tibbiyot, onkologlar, tibbiy madaniyat deymiz. Shuning uchun uni yaxshilashimiz kerak. Endi mana bizda erta aniqlash imkoni bor-u, lekin afsuski kech aniqlayotgan 6 ta kasalligimizni prioritet qildik. Bular asosan 70% bizni hozirgi kundagi kasallarimizni mana shu 6 ta kasallik nima qiladi. Mana endi qarasak, dastlabki bosqichlarda mana eng yaxshi ko'rsatkichimiz sut bezi saratoniga tegishli. Lekin mana qarang, o'pka saratonini afsuski erta bosqichda faqatgina 19% ni aniqlar ekanmiz. Mana o'pka saratonini 12%gina 5 yil yashar ekan. 80-90% bechora bu bemorlarimiz o'lib ketadi. Vaholanki ularni erta aniqlash imkonimiz bor. Endi bizga ham taalluqli ishlarimiz bor, protokollarimiz zamonaviy talablarga javob bermaydi. Bemorlarimiz qarang, 3 haftadan 7 oygacha yuribdi, sarson bo'lib. Biz tahlil qilib chiqdik. 7 oy ham yuradimi kasal? Endi ayb bizda. Endi o'lim sonini qisqartirishimiz kerak. Shuning uchun hozir detalniroq gapiraman. Nima? Endi NCCP, ya'ni yana nima qildimi? Milliy dastur o'zi qanaqa ishlab chiqdi? Biz 1,5 yil davomida buni ishlab chiqdik. Mana Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, WOZ hamma biladi. 80-yillardan boshlab tibbiyot tizimi onkologiyani rivojlantirishni milliy dastur bilan, plan bilan rivojlantirsin. Xaotichni bir kun u yog'i, bir kun bu yog'i bo'lmaydi. Hammasi plan bilan rivojlantirilsin deydi. Endi mustaqil bo'lganimizga 34-35 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi marta o'sha milliy dastur ishlab chiqdik. Nega kech? Bunga endi balkim tizimimiz hozir pishib yetildik yoki bunga faqat tibbiyot emas, mana politiskiy voля deymiz, hukumatimiz, hurmatli prezidentimiz. Shuning uchun ham buni qadri biz uchun boshqacha bu qarorni, bu dasturni maqsadimiz saraton xavf omillarini insonlarimizga yetkazaylik. Ularning ichida onkologik kasalliklar bor, lekin bilishmaydi. Uni yetkazadigan birlamchi tibbiyotdagi shifokorlarimiz bilishmaydi. Ularni rivojlantiramiz, erta aniqlaymiz, diagnostikani yaxshilaymiz, davolashni yaxshilaymiz. Bizga nimalari bor? Davolash ham bir xil emas. Toshkentda boshqacha, viloyatlarda boshqacha. Asli kasallik yo'da ham, bu yo'da ham bir. Yagona standartlashtirilgan dasturlarni yo'lga qo'yamiz. Mana endi qiziq slayd. Mana bu kartada milliy saratonga qarshi kurashish dasturlari bor davlatlar ko'rsatilgan. Tushunishimiz mumkin, to'qroq rangdagilar dasturi bor davlatlar. Mana O'zbekistonni qaranglar, not applicable deb qo'yibdi. 100 dunyoda 56 ta davlatda National Cancer Control Plani, ya'ni NCCP'si bor. 138 ta davlatda bu har xil darajada bir qismi bor, boshqasi bor. Endi mana o'sha ICCP portal deymiz, shundan olingan iqtibos. Rejasiz maqsad shunchaki orzu.
Biz orzu qilaverishimiz mumkin xalqimiz, tibbiyot xodimlari, lekin rejamiz, isbotlangan rejamiz bo'lmasa, bu faqat orzu. Xo'p, milliy dasturning ta'rifi bu to'g'risida gapirdik. E, O'tgan yilni boshida Sog'liqni saqlash vazirligi qaror qildi. O'zbekiston milliy dastur ishlab chiqadi. Bu bo'yicha Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti, ya'ni WOZga murojaat bilan chiqildi. Keyin core drafting group deymiz, ishchi guruh tashkillashtirildi. Ishchi guruh harakat qildik. Shu zamonaviy chet elda o'qigan, xalqaro tajribasi bor mutaxassislarimizni olishga va 1,5 yil davomida bu ishchi guruh bilan bu mazkur hujjatni ishlab chiqdik. Dastlab situation analiz deymiz, vaziyatni tahlil qildik butun respublika bo'ylab. O'sha WOZni 200 varaqdan oshiq questionnaire savolnomasi bor. Shu savolnoma bilan hududlarda holatimiz qanaqa, tengsizlik degan narsaga javob berishimiz uchun 100 dan ortiq onlayn, offlayn uchrashuvlar o'tkazdik. Doktor Rolando Camacho bizni xalqaro ekspertimiz, birgalikda ishlandik. Nega bunga to'xtalyapman? Bu dastur o'zidan o'zi bir yengilgina emas. Birinchi marta tariximizda shunaqa dalillarga asoslangan katta bir milliy dastur ishlab chiqdik. Va mana endi asli birinchi muhokamamiz avgust oyida boshlaganmiz. Buni mahalliy va xalqaro ekspertlarga taqdim qildik. Ba'zi bir tavsiyalar bo'ldi, uni yaxshilash bo'yicha o'zgarishlar bo'ldi. Keyingi muhokamamiz mana oktyabr oyiga bo'ldi. Avgust oyidan oktyabr oyigacha dasturga ko'p ba'zi o'zgarishlar kirildi. U o'zgarishlardan keyin yana noyabr oyida yana muhokama qildik. Mana xalqaro ekspertlar, milliy ekspertlar bilan birga. Va eng so'nggisi mana 10-iyunda bo'ldi. Oxirgi o'zgarishlar. Endi nimaga bunchalik nima? Endi tarixda birinchi qabul qilayotgan milliy dasturimiz ishonchli. Shu bilan birga O'zbekiston xalqiga foydasi tegadigan Pirovardda yuqori sifatli onkologik xizmat taqdim qila oladigan dastur bo'lsin dedik. Mana hujjat 2 qismdan iborat, 105 varaqdan iborat National Cancer Control Strategy, strategiyasi. Strategiyada belgilab chiqdik. 5 yil davomida rejamizni qaysi yo'nalishda rivojlantiramiz, prioritetlarimiz nima, muammolarimiz nima va o'sha muammolarni yechish uchun chora-tadbirlar rejasi, ya'ni action plan 84 varaqdan iborat bo'ldi. Buni 84 varaq, 105 varaqni hammasini namoyish qilmaymiz. Muhim qismlari mana saraton profilaktikasi, hurmatli Furqat akam savollarga javob berib ketaman. Mana ba'zan ommaviy axborot xodimlari emas, vrachlar, hatto onkologlar onkologiyani oldini olsa bo'ladimi deydi profilaktika. Rak bo'lmaslik iloji bormi? Bor. Endi isbotlangan nimalarni ko'rsatamiz. Mana birinchisi oshqozon mana endi bir yilda 24 ming, 25 ming onkologik kasallik aniqlanamiz. Afsuski 20 mingi o'rtacha har yili vafot etadi. Shu 20 mingni mana 40% oldini olishimiz mumkin. 8 ming aholimizni hayotini saqlab qolishimiz mumkin. Endi asosiy bitta faktorlardan bittasi afsuski chekish. Aholini 30% erkaklar chekar ekan. Endi mana isbotlangan chora-tadbirlarni mana balandroq ovoz bilan gapirishimiz kerak. Bunda ommaviy axborot vositalarining ham roli bor, xalqqa yetkazishimiz kerak. Helicobacter pylori degan infeksiya bor. Endi tibbiyotda hamma bu biladi. O'sha infeksiya odatda havo tomchi yo'li bilan yoki oziq-ovqat bilan odamdan odamga yo nimaga yuqishi mumkin. U infeksiya oshqozonda 12 barmoq ichakda uzoq muddat turib, dastlab oshqozonda yara paydo qiladi, yaradan keyin saratonga o'tadi. Bu infeksiyani, bakteriyani saraton kelib chiqarishini aniqlagan yapon olimi Nobel mukofotini oldi. Helicobacter pylorini odamni bezovta qilmaydi, jig'ildoni qaynamaydi, oshqozoni og'rimaydi, boshqa qilmaydi. 50 yoshdan keyin bittagina uriyazni test bilan, nafas testi deymiz, maxsus reagentga puflaymiz. Agar
oshqozonimizda 12 barmoq ichakda o'sha bakteriya bo'lsa rangi o'zgaradi. Buni davolaymiz. Davolash 3 ta tabletka 7 kun. Shu bilan bo'ldi. Oshqozon saratonini profilaktika qildik. Bunga birlamchi tizimda hali odam aholi oshqozoni og'rimaydi, bezovta qilmaydi. Kim o'zidan o'zi poliklinikaga borib o'ryazni test topshiraman deydi. Hech kim topshiraman demaydi. Shuning uchun birlamchi tizimni tayyorlaymiz. Patronaj hamshiralardan foydalanamiz. 50 yoshga kirgan aholi o'rtasida nima o'tkazamiz? Tashviqot ishlarini. Poliklinikaga kelib 2 yilda bir bitta test topshiring. Davlat tomonidan bepul qilinadi. Va u musbat natija chiqqanda agar davolaydigan bo'lsak, bilingki, oshqozon saratonini oldini oldik. Keyingisi bachadon bo'yni saratoni. Bu endi qiziq mavzu. Juda ko'p gapiramiz. Bilinglar, dunyoda bitta saraton bor. Eng yaxshi profilaktika qilishimiz mumkin. Eng yaxshisi bu bachadon bo'yni saratoni. Qachonki qizlarimizda 11, 12, 13, 14 yosh paytida odam papilloma virusiga qarshi vaksinatsiya qildik, bir marta bo'ldi. O'sha qizimizda bir kun turmushga chiqadi, boshqa bo'ladi. Bachadon bo'ynida xalq tilida eroziya bo'lmaydi. Eroziya bo'lmasa bir 10 yildan keyin bachadon bo'ynida saraton bo'lmaydi. Vrachlar hatto savol beradi. Chamavich qizimga maktabda vaksinatsiya taklif qilibdi, olaymi, olmaymi, xavflimi, xavfsizmi, uni nasliga, boshqasiga ta'sir qiladi. Hamma eshitish kerak. Mana Fransiyada ham shu muammo bo'lgan. Emmanuel Macron televideniyada chiqib prezident gapirgan. Fransiya aholisi 3 ta so'zni eslab qolsin degan. HPV. Moda bo'lib ketdi bu gap. H degani human papilloma virus. Odam papilloma virusi vaksinatsiya qilishimiz kerak. Birinchi o'chirda buni targ'ibot qiladigan biza tibbiyot xodimlari. Vaksinasini oldik deganimiz o'sha qizimizni bir kun bachadon bo'yni saratonini oldini oldik degan bo'lamiz. 99% bachadon bo'yni saratoni sababchisi o'sha virus. Keyingisi o'pka saratoni. Afsuski mana 30% ga yaqin aholimiz chekadi. Bilinglar, 30% butun saratonlarning sababchisi bu tamaki. Tamakini to'xtatdik. Kim chaksa, nosvoy chaksa, boshqa aholi o'rtasida bildirdik. 30% saratonni oldini olgan bo'lamiz. Keyingisi jigar saratoni. Jigar saratoni o'zidan-o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Gepatit B, gepatit B-dan keyin sirroz paydo bo'ladi. Sirrozdan keyin gepatitsullar saraton. 80% jigar saratonining kelib chiqishi mana shu ikkita virus. Hozirgi kunda gepatit B ning vaksinasi bor. Chaqaloqlikdan boshlab vaksina qilamiz. Biz chaqaloqlik payti qilinmadik. Endi-chi, hozir ham qilsak bo'ladi. Qilishimiz shart. Vaksina oldik, bir kun gepatit B bo'lmaymiz. Bir kun gepatit bo'lmasak, sirroz bo'lmaymiz, sirrozdan keyin rak bo'lmaydi. Bu profilaktikaga. Saratonni profilaktika qilish mumkinmi? Eng kamida mana shu 4 tasini profilaktika qilsak bo'ladi. Bu 4 ta kasallik afsuski ko'p o'limga sababchi bo'layotgan kasalliklardan biri. Keyingisi endi bu tamakini kamaytirish, odam papilloma virusi, gepatit B ga vaksinatsiya, Helicobacter pylori, semirish va alkogolni ham ahamiyati bor, 8-10%. Ekologik nima ham ahamiyati bor. Mana qishda PM 2,5 oshib ketdi. U ham hozir ekologiya bilan boshqa bilan ishlashimiz kerak, davlat dasturlari qilishimiz kerak. Yaxshiki, mana hukumat bunga e'tibor berib, ular ham kamaytirildi. U ham oshib ketaversa, surunkali bo'laversa, kelajakda saratonga sababchi bo'lishi mumkin. Profilaktika bo'yicha ustuvor yo'nalishlarim hozir gapirib berganlarim. Bu bo'yicha alohida rejalarimiz bor. 205 bir 200 dan oshiq 200 varaqdan oshiq narsani hammasini gapirib berish qiyin. Maqsadimiz 60% saratonni erta aniqlash 60% dan oshirishimiz kerak, erta aniqlash ulushini. Birinchi, ikkinchi bosqichlarni hozir 30%, umumiy olganda 40% ga oshirishimiz kerak. To'rtinchi bosqich 65-70%. Uni imkon qadar 55% ga tushirishimiz kerak. 5 yillik yashovchanligimizning maqsadimiz kelajak 10 yilda 35% dan 45% ga oshirish. O'lim kursatini kamaytirish va zamonaviy texnologiyalar bilan, bu dastur bilan
100% qamrab olishimiz kerak. Viloyatni ham va Toshkentni ham. Ikkinchi milliy dasturni katta bir bo'limi bu erta aniqlash. Erta aniqlash bo'yicha hozir yuqorida gapirdim. Ko'krak bezi, bachadon bezi, kolorektal bachadon bo'yni saratoni, kolorektal saraton, oshqozon saratoni, o'pka, prostata. Mana qaranglar, 17 ming aholimiz bir yilda mana shu 6 ta kasallik bilan aniqlanadi. Bir yilda 24 ming yangi onkologik kasalliklar aniqlaymiz. Shuni 17 mingini mana shu 6 ta kasallik. Endi mana shu 17 mingni erta aniqlashimiz imkoni bor ekan. Ba'zilari bor, erta aniqlay olmaymiz, ilojimiz yo'q. Qancha pul tiksak ham davlat nima qilsa ham qabul qila olmaymiz. Endi shuning uchun erta aniqlash bo'yicha maqsadimiz mana shu 6 ta kasallikni imkoni borlarini erta aniqlash. Afsuski, prognoz bo'yicha bu kasalliklar borgan sari oshaveradi. Hozir tizim tayyor bo'lmasa, hozirdan harakat qilmasak, kelajakka borib bu kasalliklardan yana o'lim ko'payib ketadi, onkologlarga umuman nimaga ish ko'payib ketadi. Shuning uchun erta aniqlasak ishimiz osonlashadi. Erta aniqlash bo'yicha nimalar qilamiz? Tizimli to'siqlar, infratuzilmalarni o'zgartiramiz. O'sha 6 ta kasallik bo'yicha. Bu birlamchi tibbiyot tizimidan boshlanib, onkologiyagacha bo'lgan ko'p kamchiliklar, uzilishlar bor. Bu ko'p erta aniqlash vazifasi birlamchi tibbiyotniki. Lekin birlamchi tibbiyotni unga tayyor emas. Kim tayyorlab beradi? Biz borishimiz kerak, biz tayyorlashimiz kerak. Dasturlarga, o'quv dasturlariga, malaka oshishlarga o'zgartirishimiz va xalq bilan ishlashimiz kerak. Xalq ham sog'ligiga befarq bo'lmaslik kerak. Mana endi 6 ta kasallikni yaxshiyamki ikkitasi prezidentimizning 402-qarori bilan 2 yildan beri davom etmoqda. Uni davom ettiraveramiz va unga yana qo'shimcha tibbiyotdagi oxirgi yangiliklar bo'yicha yana uni kuchaytiramiz. Qolgan 4 ta kasalliklar bo'yicha mana me'da saratonida birinchi marta Helicobacter pylorini aniqlash, kolorektal saratonda fit test deymiz. Asosda bu hamma quloq o'rganib qoladi. Fit test nima? Axlatda yashirin qon borligini poliklinikada aniqlaymiz. Yashirin qon bo'lsa, demak, hali bizga bildirmaydigan yo'g'onchayimizda kichkinagina saraton bor. Vaqtida aniqlasak, vaqtida davolaymiz, shu bilan bo'ldi, qutulib ketadi. Keyingisi PSA. PSA bu prostata saratoni. Bitta qon tahlili bilan prostatada saraton bori bilmay yuribmiz. Bilgan paytimiz kechib qoladi. Shuning uchun erta aniqlaymiz. Keyingisi o'pka saratoni. O'pka saratonida chekuvchilarni bezovta qilsa qilmasa, yo'talsa yo'talmasa 50 yoshdan keyin keling, sizni bir kompyuter tomografiya qilamiz deymiz. Shu bilan birga o'zida hali rak saraton bo'lmagan holatlarni aniqlaymiz. Maqsad mana birlamchi tizimda bu 7 oy yurgan bemorlarimizni maksimum 14 kunga tushirish. Ikkinchi bosqich bizaga kelishni, tashxis qo'yishni 10 kundan oshirmaslik. Uchinchi bosqich onkologiya markazlarida maksimum 1 oy, undan ko'p yurmaslik va shu bilan ularni erta tashxislasak davolashga erishamiz. Keyingi katta bo'lim milliy dasturni diagnostika va davolashni yaxshilaymiz. Bu bo'yicha ham katta vazifalar qo'yganmiz. O'sha PET, zamonaviy immunogistokimiya nega Toshkentda bor, viloyatda yo'q? Bosqichma-bosqich viloyatlarga joriy qilamiz. Salohiyati, potensial bor viloyatlarga. Keyingisi onkologik dorilarni biza sinflantirib, nega chet elda bor, bizda dorilarimiz yo'q. 3 gruppaga bo'ldik. Davlat tomonidan kafolatlangan, ikkinchisi clinical trial deymiz, isledovanlar orqali target nimalar va molekulyar genetik tekshirishlarga asoslangan personalizirованный lecheniyalarni tatbiq qilamiz. Nur terapiya, KT, MRT, endoskopiya, molekulyar genetik laboratoriyalar nafaqat Toshkentda, viloyatlararo markazlarda ham tashkil qilamiz. Mana viloyatlarimiz ham qo'shilib turibdi. Viloyatdagi Cobalt nur apparatlarini o'rnini zamonaviy chiziqli tezlashgichlarga o'zgartiramiz. Keyingisi kanser registr. Kanser registr bu ommaviy axborot vositalariga har bir saratonni qayd qilib boradigan elektron tizim. Biz ham g'urur bilan gapirishimiz kerak. 2 yil davomida bunaqa programma yaratdik va buni haligacha kamchiliklarimiz bor. Mana o'qitishlar o'tkazdik viloyatlarda.
treninglar o'tkazib turibmiz, lekin uni yaxshilash bo'yicha milliy dastur darajasidagi qiladigan ishlarimiz bor. Buni amalga oshiramiz. Keyingisi bu shuncha ishlar bir monitoring qilib baholanib bormasa effektivsiz bo'ladi. 3 bosqichda monitoring qilamiz. Bu kengash bo'ladi. Undan tashqari TAC Technical Advisory Committee bo'ladi. Undan keyin vazirlikda Cancer Control Unit bo'ladi. Mana Technical Advisory Committee bu onkologiya markazidagi bu ishchi guruh, bu qarorni NCCPni yuritadigan yuragi mana shu. Endi maqsadlarimiz nima? Mana erta bosqich oshirish, keyingi bosqichlarni kamaytirish, o'limni kamaytirish, bemorlarni yurishini kamaytirish, zamonaviy ESMO protokollarini joriy qilish. Mana qiziq nima tablitsa mana bu yoqda. Mana keyingi yilga 296 trillion so'm ajratilmoqda. Endi o'sha mablag'ni mana qarasanglar 699 milliardni birlamchi tizimga ajratilgan. Onkologiyaga emas, poliklinikalarga. O'sha erta aniqlamasak bizga foydasi yo'q. O'sha erta aniqlanganlarini zamonaviy davolash uchun mana 184 million va hokazo. Biza birinchi marta bu juda mablag' talab dastur bo'lganligi uchun mablag'ni ham sigaret chekuvchilar, alkogoldan keladigan aksiz naloglaridan tushgan pulni ishlataylik, davlatning byudjetiga tegmaylik dedik va buni ham hukumat qo'llab-quvvatladi. Bu endi katta yutuq deb bilamiz. Yakuniy maqsadimiz onkologiyadan o'lim sonini kamaytirish, erta bosqichlarni ko'paytirish, so'nggi bosqichlarni kamaytirish va xalqqa sifatli tibbiy xizmat, onkologik xizmat taqdim qilish. Rahmat e'tibor uchun. Dilshod Mahmudovich, mazmunli taqdimotingiz uchun sizga katta rahmat. E'tibor bergan bo'lsanglar, Dilshod akani prezentatsiyalari nafaqat biz jurnalistlarga, balki mana shu oq xalat kiyib turgan shifokorlarga ham juda ham qiziqarli bo'ldi. Dilshod aka nima uchun kuyinib gapiryapti? Chunki Dilshod aka boshchiligidagi mana hammalari sizlar nafaqat ushbu kasallikka chalingan bemorlar bilan yuzma-yuz kelyapsizlar, balki ularni davolayapsizlar, ularni iztirobi, qiynalishini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib, uni his qilyapsizlar. Shuning uchun ham mana katta bir chaqiriq bilan chiqyaptiki, Dilshod aka, hurmatli hamkasblar, mana bir yilda Dilmurod aka, bizda hozir 25 ming aniqlanadimi? 24 ming, 25 ming atrofida O'zbekistonda aniqlanyapti. Ertaga bu narsani agar biz kelinglar hamkorlik qilaylik, hurmatli jurnalistlar. Bu ko'rsatkich agar biz hamkorlik qilmasak, buni oldini olmasak, bu ko'rsatkichimiz oshib boraveradi. Nagruzka yuklama shifokorlarga ortib boraveradi. Shuning uchun eng yaxshi nima? Demak, bu qarorning nomi ham mana oldini olish, uni davolashga qaratilgan. Bu milliy dastur darajasiga chiqqan bu qaror emas, milliy dastur sifati berilyapti. Shuning uchun Dilshod aka, mana siz boshchiligingizda, Sedat aka boshchiligidagi juda katta onkologlarimiz sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Hurmatli hamkasblar, mana har xil formatda biz chiroyli bir relslar qilishimiz mumkin, podkastlar qilishimiz mumkin. Biz sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Endi ikkinchi mavzu, hurmatli hamkasblar, demak palliativ xizmat bo'yicha. Mana hozir men telefondan olayapmiz, biz e'lon berdik, Yahyo aka, shunaqa savollar tushyapti. O'zi palliativ xizmatga bu onkologiya chalingan kasalliklar davolanadimi? U bepulmi? Bu imtiyozdan foydalanish uchun qayerga borish kerak? Poliklinikaga borish kerakmi? Kimga murojaat qilish kerak? Uyga keladigan nimalar bor palliativ xizmatda? Xo'p, uyga kelganda ular qanaqa tibbiy xizmat ko'rsatadi? Palliativ xizmat hamma viloyatlarda tashkil qilinadimi? Yo faqat Toshkentda bormi, Samarqandda bormi? Qolgan viloyatlardagi kasalliklar nima qilinadi? O'zi umuman palliativ xizmatga qanday kasalliklar kiradi? Shu bo'yicha qisqa lo'nda qilib jurnalistlarga javob bersak, keyin savol-javoblarga o'tamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, hurmatli prezidium, hurmatli jurnalistlar. Furqatchorich, iliq kirish so'zi uchun sizga katta rahmat. Demak, hamma savolimizga mana shu kichkinagina taqdimotimiz orqali biz javoblarni beramiz. Demak,
palliativ O'zbekiston Respublikasida palliativ yordamni yangi tizimini tashkil qilyapmiz va bu 239 prezident qarori orqali belgilab berildi. Bu qarordan asosiy kutayotgan narsamiz bu integratsiyalashgan yordam, ya'ni yordam faqat shifokorlar tomonidan yoki faqat onkologlar tomonidan emas, balkim multidistsiplinar yondashuv orqali har xil tizimlarni bir-biri bilan hamkorligi orqali bemorga ko'rsatiladigan yordam. Birinchi o'rinda albatta bu tibbiy yordam hisoblanadi. Bemorda og'rig'i va boshqa tibbiy simptomlarni olish uchun mo'ljallangan yordam. Bundan tashqari esa palliativ yordam ijtimoiy, psixologik yordam ham ko'rsatadi va bu bemorni o'ziga emas, balkim bemorni oila a'zosiga ham ko'rsatiladigan yordam hisoblanadi. Oldinga yugurib aytaman, butun dunyoda palliativ yordam onkologiyadan chiqib kelgan, lekin bu yordam nafaqat onkologik bemorlarga, bu yordam hayotini oxiridagi yoki tuzalib bo'lmas kasalliklarga chalingan va simptomlari kontrol qilinishi kerak bo'lgan har qanday kasalliklar, yurak qon tomir deysizmi, qandli diabet deymizmi, har qanday kasalliklarga ham ko'rsatiladi va bu ham prezident qarori bu narsani ham nazarda tutgan. Endi palliativ yordam o'zi milliy saratonga qarshi kurash dasturining bir qismi sifatida boshida boshlagandik Dilshod Mahmudovich boshchiligida. Bundan keyin onkologiya O'zbekistonda 1950-60 yillardan beri mavjud bo'ladigan bo'lsa, palliativ xizmat umuman yo'q edi. Shuning uchun o'sha onkologiyani ostidagi qaror bilan bu narsani realizatsiya qilish maqsadga muvofiq deb topilmadi va bunga alohida qaror berilishi kerak bo'lgan edi. Darhaqiqat raqamlarga qarasalaring, bizda har yili 140 mingta bemor, 140 mingta odam o'sha palliativ yordamiga muhtoj bo'ladi va bu sonni men o'zim o'zbekman va o'zbek qadriyatlarini chuqur hurmat qilaman. O'zbekistonda oilada bitta odam kasal bo'ladigan bo'lsa, uni orqasidan butun oila yuguradi, butun oila ovora bo'ladi. Ya'ni bu son 140 mingta bemorlarning o'zi bo'lsa, ularning yaqinlari bilan yana ham ko'proq bo'ladi. Endi aytganimdek, o'sha yarim millionga yaqin yarim millionga yaqin odam bu yordamga muhtoj. Endi palliativ yordamda eng katta qarshi kurashadigan narsa bu surunkali og'riq sindromi hisoblanadi va butun dunyo bo'yicha surunkali og'riq sindromini boshqarish bu kuchli og'riq qoldiruvchilar, opioidlar va morfinga borib taqaladi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 0.01, har bir odamga bir yilga 0.01 va bu rivojlangan davlatlar bilan solishtirilganda 50 barobar, rivojlanayotgan davlatlar bilan solishtirganda esa deyarli 20 barobargacha kamligi kuzatildi. Va bundan tashqari palliativ yordam fragmentlashgan edi. Ya'ni doktor, mana men shifokorlik ishimni qildim, bo'ldi, u yog'i meni ishim emas derdi. Ijtimoiy xodim bo'lsa, mana ijtimoiy nafaqalaringizni olish uchun bu yoqqa borasiz, u yoqqa borasiz, mahalla komitetdan spravka olib keling, xolijdan spravka olib keling va oxir oqibat ishlar juda ham chigallashar edi va psixologni topishuv bu yana ham katta muammo bo'lardi. Bu qaror mana shu har xil mutaxassislarni bitta joyga jamlayapti. Asosiy maqsad o'sha o'rtadagi aziyat chekayotgan bemor va uni yaqinlariga yordamni uzluksizligini va o'z vaqtida ko'rsatilishini ta'minlash qilib olyapmiz. Palliativ yordamni biz quyidagi narsalarga katta e'tibor beryapmiz. Birinchi o'rinda mobil palliativ brigadalar. Bu Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari hamdo'stlik davlatlarining deyarli barchasida rivojlanganlarida bor. Ya'ni og'ir holatdagi bemorga brigada, ya'ni multidistsiplinar yondashuv bilan yo ambulator yoki bemor agar yurolmaydigan, u hech narsa qila olmaydigan bo'lsa, uni uyiga borib ko'rsatiladigan holda va ularga
o'sha kerakli dori darmon, og'riq qoldiruvchi va har qanday ularga kerak bo'lgan narsalarni yetkazib bergan holda amalga oshiriladi. Aytaylik, juda ham oddiy narsa funksional kravatlar yoki yotoq yaraga qarshi matraslar. Buni biz kundalik hayotimizda ishlatmaymiz va bu mana shunday palliativ bemorlar uchun juda ham zarur bo'lgan vositalar hisoblanadi va bu narsani ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali qo'shimcha shartlarsiz qancha vaqtga kerak bo'lsa shuncha vaqtga berilish mexanizmi joriy qilinyapti. Bundan tashqari biz o'sha kadrlar tayyorlashga katta e'tibor berdik va o'sha 80% holatda og'ir bemorga uyida har qanday shart-sharoit yaratib berish mumkin bo'ladi. Lekin baribir 20% bemorimiz yotoqqa muhtoj bo'ladi va bular uchun biz mintaqalararo hospislarni bosqichma-bosqich qurish orqali tizimni butunlay boshqatdan yangitdan qurib chiqamiz va bularni hammasi elektron platforma orqali sifat nazorati ostida bajariladigan ishlar hisoblanadi. Demak, aytganimdek, bemorni asosiy bizga xizmat ko'rsatadigan odam bu bemor va uning yaqinlari va uning atrofida shifokor palliativ dasturi orqali baholaydi va u baholashi uchun vaqtlar qo'yilgan va o'sha vaqtlarni amalga oshirsa bu shifokorni ham hamma brigadadagi odamlarga KPI qo'shib beradi va bu to'g'ridan to'g'ri o'sha mutaxassislarni hamma ishni vaqtida va sifatli qilishiga olib keladi. Albatta, kimgadir mas'uliyat yuklashdan oldin ularga qandaydir imkoniyat ham berilishi kerak. Mana shu qaror orqali tuman onkologlari va ularni hamshiralari 200% oylik oladigan bo'lishadi. Ya'ni ishi og'ir, lekin shu og'ir ishni vaqtida to'g'ri qiladigan bo'lsa, buni albatta davlat rag'batlantiradi. Bundan tashqari, o'sha aytganimdek, hospislarda bosqichma-bosqich oilani qo'llab-quvvatlash markazlari ochiladi. Siz ota-onangizni, yaqinlaringizni yoki og'ir holatdagi odamni cheksiz sevishingiz mumkin, lekin unga parvarish qilish, unga qarash, yotog'ini qanday obработка qilish yoki o'sha yaralarini qanday obработка qilish haqidagi ko'nikmalar sizda bo'lmasligi mumkin va shu narsani oldini olish maqsadida hospislarda o'sha o'quv nafaqat bemor uchun, balki uning yaqinlari uchun o'quv dasturlari ham amalga oshiriladi. Va bu orqali yana o'sha marshrutga qaytib kelamiz. Bemor aniqlangandan keyin, misol uchun onkologiya markazida aniqlangan bo'lsa, u kanser registriga kirgandan keyin, palliativ status berilgandan keyin to'g'ridan to'g'ri palliativ tizimida ro'yxatga olinadi va ro'yxatga olingandan keyin 3 ish kuni davomida mahalliy onkolog va o'sha palliativ yordam mutaxassisi bemorni ehtiyojlarini baholaydi. Hamma bemorga ham og'riq qoldiruvchi kerak emas, balkim kimgadir boshqacha yordam kerak bo'lsa, bular baholanadi va bu o'sha parvarish rejasiga kiritiladi va kerak bo'lsa o'sha parvarish rejasiga kiritilgan narsalar bemorni uyiga yetkazib beriladi. Bu mobil brigada orqali yoki bemorning yaqinlari orqali qilinishi mumkin. Va buni ichiga asosan davolashimiz ichida og'riqni nazorat qilish va boshqa simptomlarni nazorat qilish kiradi. Ba'zi vaqtlarda bemorlarga og'riqni uyda jilovlay olmasligi yoki yaqinlarini ijtimoiy va psixologik kuyib ketganligini inobatga olib, ularga 10 kungacha bo'lgan vaqtda hospislarda statsionar yordam ko'rsatiladi va bu hospisga yotqizilgan bemorlarga ko'rsatilgan yordamning asosiy maqsadi bemorni uyiga qaytarish va umrini oxiridagi hayotini sifatli oila a'zolari bilan ularning yaqinlari bilan birga o'tkazishga qaratiladi va bundan tashqari o'sha palliativ tizimida bemor uchun ham alohida joy ochib beriladi va u o'zini kechilmalarini va o'zini holatini tinmay yozib borishi mumkin va bu davomiy kuzatuvga olib keladi. Aytib o'tgandek, palliativ yordam bu bir marta ko'rsatiladigan xizmat emas. Bu bemorni
o'sha butun qolgan hayoti davomidagi barcha ehtiyojlarini inobatga olgan holda uzluksiz ta'minot bilan bog'liq bo'lgan tizim hisoblanadi. Endi mobil palliativ brigadalar haqida gapiradigan bo'lsak, bu ham O'zbekiston uchun yangilik. Demak, mahalliy onkolog nimasi bo'yicha ish lavozim yo'riqnomasi bo'yicha palliativ yordamga mas'ul to'g'ridan to'g'ri shaxs hisoblanadi va u o'sha brigadani boshlig'i bo'ladi. Bu brigadada yana hamshira bo'ladi, psixolog bo'ladi, psixolog inson markazidan bo'ladi va har bir mahalladagi ijtimoiy xodim bo'ladi. Va bular zarurat tug'ilsa ambulator, zarurat tug'ilsa bemorni uyiga ko'rsatmalarga qarab boradi va u yerda bir kunda biz hisoblab matematik modellarni yaratdik va hisoblab chiqdik. Nafaqat onkologiya butun tizimni inobatga oladigan bo'lsak, har bitta brigada bir kunda 5 tagacha vizit qiladigan bo'lsa, biz butun O'zbekistonni o'sha palliativ yordamga muhtoj bemorlarni qoplay olish xususiyatiga ega bo'lamiz va eng asosiy maqsad bu bemorga o'z vaqtida va sifatli yordam ko'rsatish. Bu yerda yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Biz bu narsani birinchi bo'lib tajriba loyiha sifatida Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida amalga oshiramiz va bu tajriba o'zini oqlagandan keyin biz o'sha hamma metodologiyalarni ishlab chiqib, ularni hayotda tatbiq qilganimizdan keyin bosqichma-bosqich butun O'zbekistonga kiritib boramiz. Hospislarni oladigan bo'lsak, bu o'sha uyda hal qilib bo'lmaydigan holatlar uchun insoniy makon hisoblanadi. Bizda butun O'zbekiston bo'yicha 2030-yilgacha 335 o'rinli hospis ochiladi. Bu hozirda mavjud Samarqanddagi 50 o'ringa bu yilda yana 15 o'rinli bolalar hospisi qo'shiladi. Qashqadaryo viloyatida mintaqalararo 50 o'rinli hospis, Toshkent shahrida mavjud 20 o'rinli bolalar hospisiga yana 50 o'rin qo'shiladi va bundan tashqari Xorazm, Farg'ona va Buxoro viloyatlarida ham 50 o'rinli mintaqalararo hospislar yaratiladi va ular tibbiy, psixologik, ijtimoiy yordamni bemorga va uning oila a'zolariga ham yetkazadi. Aytib o'tganimdek, hospis bu faqat bino emas, bu kompleks insoniy yordam. Qarorga shu narsalar ham qo'shib o'tilganki, bu yerga o'sha diniy tashkilotlar bilan hamkorlik va lozim bo'lsa o'sha hospisni ichida o'zlari ovqat pishirishigacha yoki qandaydir uy hayvonlarini maxsus ruxsat etilgan joylarda qarashga va ularni boqishga ham ruxsat etiladigan joy. Bu demak o'sha uy bilan shifoxona orasidagi muassasa hisoblanadi. Onkologiya markazida men o'zimni bo'limimda ham agar asosiy maqsad infeksion kontrolni ushlash, bemorda davosini qoldirmaslik yoki reanimatsiya yoki jarrohlik bo'limlarida bemordan oila a'zolarini zaruriy uzib qo'yish bo'ladigan bo'lsa, hospisda buni teskarisi. Bizning asosiy maqsadimiz o'sha bemor o'zini yaqinlari bilan o'sha bitta joyda vaqtini va umrini o'tkazishiga olib keladi. Hozirgi holatda narkotik analgetiklarni buyurish juda ham murakkab, byurokratlashgan va bizning hamkasblarimiz ham to'g'ri qanday bu narsani berishni bilmaydi, tizimimiz ham buni yetarli darajada berishga yo'l qo'ymaydi va prezident qarori mana shu narsalarni ham to'g'rilashga va o'sha kuchli raqamli nazorat ostida aynan shu dori darmonlar kerak bo'lgan odamlarga uni uzluksiz yetkazib berishni ham o'z ichiga oladi. Va aytib o'tganimdek, bizning metodologik markazda kadrlar tayyorlashni 3 pog'onali dasturi amalga oshiriladi. Birinchisi nazariya, ikkinchisi bu o'sha bemorni kravati oldida aynan o'rgatish va uchinchisi esa yuqori malakali palliativ xizmat, bu torakosintez yoki laparosintez, shunga o'xshagan narsalar Respublika onkologiya markazi palliativ bo'limida va metodologik markazda amalga oshiriladigan
o'quv jarayonlari hisoblanadi. Buni biz Buyuk Britaniyalik mutaxassislar, Buyuk Britaniyalik katta palliativ va hospis xizmatini butun dunyoda yo'lga qo'yuvchi tashkilot bilan hamkorlikda amalga oshirilyapmiz va bu narsada o'sha onkologiyadagi, umuman sog'liqni saqlashdagi 15 yillik tajriba shuni ko'rsatadiki, agar o'qishni qandaydir bir narsaga bog'lamasak, bu shunchaki bilim, zo'r bilim manbai bo'lib qoladi. Shuning uchun ishlaydigan mutaxassislarni KPI'ni o'qishni samaradorligiga to'g'ridan to'g'ri bog'lab qo'ydik. Ya'ni imtihonda chet ellik mutaxassislar oladi. Imtihondan o'tadigan bo'lsa, o'sha kunda o'zida mutaxassislarga 50% ustama qo'shib beriladi oyligiga va 3 oydan keyin o'qish davomida o'rgangan bilimlarini amaliyotga tatbiq etadigan bo'lsa, bunga yana mutaxassislarimizga yana 50%, umumiy 100% ustama qo'shib beriladi va bu narsalarning hammasi elektron tizim orqali monitoring qilib boriladi va inson omili maksimal darajada cheklaydi va bu hospislarning qurilishi va ishga tushirilishi hammaga yutuqli vaziyat. Bemorlar uchun qulay sharoitlar, oila a'zolari uchun psixologik va o'quv dasturlari, kadrlar uchun qo'shimcha imkoniyatlar va o'zini ustida ishlash uchun imkoniyat va umumiy tizim uchun esa biz ijtimoiy davlat bo'lganligimiz va biz hech qaysi odamni og'ir holatida o'zini yuki, o'zini dardi bilan o'ziga tashlab qo'ymasligimizni ko'rsatuvchi muassasalar hisoblanadi va buni tashkil etilgandan keyin albatta o'lchash mumkin bo'lmagan narsani hech qachon o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun biz o'zimizga indikatorlar qo'yib oldik. Biz nechta bemorga xizmat ko'rsatish kerakligimizni bilamiz, qanday xizmat ko'rsatish kerakligini bilamiz va og'riqli nuqtalarimizni bilamiz va mana shularni biz indikator qilib qo'yib oldik. Va o'sha indikatorlarga asosan 2030-yilgacha biz kamida mana shunday kontingentdagi bemorlarni butun O'zbekistonda 80%ni qamrab olishni maqsad qilib qo'ydik va kadrlar yetishmovchiligini 100% ga yo'qotishni va samarali og'riq qoldirishni ham 80% dan orttirilishini o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik va sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring bilan, yaratganni o'zini qo'llab-quvvatlashlari bilan 2030-yilda mana shu oldimizga qo'ygan rejalarni yorug' yuz bilan bajarilishiga iloyim tilakdoshman. Shu bilan meni taqdimotim tugadi. Palliativ yordamni binolar qurmaydi. Palliativ yordamni insonlar tashkil qiladi va insonlar ko'rsatadi. Shuning uchun bizning eng kuchli kapitalimiz bu inson kapitali. Va mana shu palliativ va hospis yordamida ishlamoqchi bo'lgan va unga yordam berayotgan hamma mutasaddilarga chuqur minnatdorchilik bildirgan holda mana shu o'quv dasturi, chet elliklar bilan ishlayotgan o'quv dasturining birinchi moduli onkologiya markazida muvaffaqiyatli yakunlandi va mana shu kadr bilan men bugungi taqdimotimni tugatmoqchiman. Furqat Chorich. Kattakon rahmat Yahyo Fazliddinov. Mana bu taqdimotda ham siz hafsala qilib, me'yoriga yetkazib, juda chiroyli qilib taqdimot qildingiz. Sizga kattakon rahmat. Bu endi Yahyo aka, mana shu palliativ xizmat qarori bu siz va sizga o'xshagan onkologlarda juda katta dardi edi, tashvishi edi. Biz siz bilan qayerda bo'lmaylik, mana Amerikada bo'lamizmi, Fransiyadami yo boshqa shaharlardami qanchalik havas qilib qarardik suhbatlarda, o'zaro debatlarda. Mana prezidentimiz mushkullaringizni oson qilib berdilar bitta imzolari bilan. Endi mana shu qarorni ijrosini ta'minlashda siz va sizning komandangizga, umuman Senat janoblari komandasiga biz omadlar tilab qolamiz. Alloh madadkor bo'lsin. Hurmatli hamkasblar, endi savol javoblarga o'tamiz. Agar kimda qanaqa savol bo'lsa, marhamat, biz javob berishga tayyormiz. Mana bugun viloyatlar ham ulangan, agar viloyatlar bilan bog'liq savollar bo'lsa ham, mana 14 ta region sizlarga muntazir. Endi bunaqa ikkita zo'r taqdimotdan keyin savol bo'lishi ham qiyinroq, lekin kutamiz. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, marhamat. O'zingizni tanishtirib.
masalan kim murojaat qila oladi, u bepul tarzda amalga oshiriladimi, qaysi biri masalan pullik xizmat bo'ladi, qaysi biri bepul xizmat bo'ladi, necha yoshdan qancha, o'sha to'liq ma'lumot berilmadi, shu haqda ham aytib o'tsangiz. Tak, savol uchun katta rahmat. Albatta, bu narsani men ochiqroq qilib aytmaganim uchun uzr so'rayman. Demak, hospis yordami O'zbekiston fuqarolari uchun 100% davlat sug'urtasi tomonidan qoplanib beriladi. Ya'ni bemorlarni o'zi pul to'lamaydi va hospisda yotish vaqti qoida tariqasida 10 kun qilib belgilanadi. Bu 10 kun ichida hamma simptomlari nazorat qilinadi va bemor uning yaqinlariga psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatiladi va bemor o'sha nazoratda bo'lgan simptomlaridan keyin bemor uyiga chiqishga tayyor bo'ladi. Alohida holatlar bo'ladi. Biz buni ham kutyapmiz. Lekin bu holatlar o'sha 1% dan oshmasligini biz hozircha prognoz qilyapmiz va bu holatlarda ko'proq yotish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdagi multidistsiplinar konsilium asosida ko'proq yotishi nazarda tutiladi. Endi bemorni marsruti bo'yicha bemor marsruti to'lig'icha elektron shaklda bo'ladi. Ya'ni aytaylik, onkolog mutaxassis o'z plansheti orqali e-palliativ dasturi orqali bemorni hospisga yo'naltirdi. Bilasizmi, bizda katta muammolardan biri nima? Bemor juda ham og'ir holatda keladi, yotqizgan joyimiz yo'q. Aytaylik, men bo'lim mudiri xonasini berishim mumkin, lekin u yer bu narsaga ixtisoslashmaganda, shu narsalarni ham oldini olish uchun o'sha hospisda odam ishtirokisiz navbat tashkil qilinadi va shu navbatga asosan o'sha vaqtda o'zidayoq hospis mutaxassislari qo'ng'iroq qilishadi bemorga va qachon, qayerga, qanday kelishlari haqida ma'lumot berib boriladi. Va shu orqali bemor va uning yaqinlarini oshiqcha ovoragarchiligi va sarsongarchiligiga chek qo'yishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yoshlari bo'yicha bizda demak kattalar hospisi 18 yoshdan oshgan odamlar uchun xizmat ko'rsatadi va yuqori chegarasi buni yo'q. 18 yoshdan kichkinalari esa o'sha Toshkent shahridagi va Samarqand shahridagi mintaqalararo hospislarda mana shu palliativ va hospis yordami ko'rsatiladi. Bunday hospis muassasalari yo'q joylarda esa demak biz butun respublikaga ko'p tarmoqli markaziy viloyat shifoxonalariga bittadan palliativ kattalar palliativ mutaxassisi, bittadan bolalar palliativ mutaxassislarini beryapmiz va ular o'sha professional yordamni o'sha viloyat ko'p tarmoqli markaziy shifoxonalarida oladigan bo'lishadi. Rahmat. Qaror orqali yo'lga qo'yilgan. Shuni bilmoqchi edikki, Yevropada yoki boshqa rivojlangan davlatlarda ham xuddi shunaqa tajribami yoki bizda ozgina o'zimizni mentalitetimizga xos bo'lgan jihatlari bo'ladimi? Undan tashqari mana etga borganimizda aytishdiki, baribir uyni sharoitini qilib bergan yaxshiroq bolalarga. Qarindoshlari har doim ham kela olmaydi, lekin ko'pchilik mentalitetimizga xosmi olib kelishni xohlamas ekanda. Ko'proq siz aytganingizdek o'sha uyida o'zini yaqin yordamchilar bilan qarashar ekan, lekin aslida bu bemorga zulm bo'lib qoladi, chunki aynan onkologik xastaliklarda eng oxirgi kunlarda bemorda juda kuchli og'riqlar kuzatilar ekan. Xuddi shunday bu narsani qanaqa qilib targ'ib qilsak bo'ladi ota-onalar orasida shu hospislarga olib kelishi uchun? Nima uchun aynan faqatgina hozircha Taskin bor edi, endi Samarqandda, nima uchun boshqa viloyatlarda emas? Shuni ham bilmoqchi edim. Rahmat oldindan. Katta rahmat Sofiya opa, sizga, siz orqali Sevimli telekanaliga har doim palliativ va hospis mavzusini qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat aytib o'taman. Bolalar palliativi kattalar palliatividan ozgina ko'proq farq qiladi. Ya'ni bolalar palliatividagi onkologiyani ulushi 5% dan kamroq.
u yerda ko'proq boshqa kasalliklar, bu o'sha tug'ma genetik defektlari bor kasalliklar yoki o'sha bolalar paralichi deysizmi yoki Duchenne kasalligi deysizmi, o'sha tinmay progressiyaga uchrovchi neyrodegenerativ kasalliklar hisoblanadi va ularga ko'proq siz aytgandek haligi tibbiy yordam emas, parvarish ko'proq kerak. Ya'ni u yerda ko'proq tibbiy komponent emas, ijtimoiy komponent ko'proq bo'lganligi uchun o'sha Samarqanddagi hospis ham ijtimoiy himoya milliy agentligi boshchiligida ochilyapti va tashkillashtirilyapti. Va mana bu mobil brigadalar o'sha aytgan kasallarimizni hammasiga uyiga borib, uyiga shart-sharoit qilib berishadi. Og'riq qoldiruvchilar masalasida esa ular uchun o'sha kuchli ta'sir qiluvchi dorilar va og'riq qoldiruvchilar to'g'ridan to'g'ri yetkazib beriladiki, bemor azob chekmasin, bemor aziyat chekmasin. Bizni asosiy maqsadimiz xuddi shunday. Va keyingi masala, albatta siz juda haqsiz. Biz Yevropani o'rgandik, Koreyani o'rgandik, butun dunyoni o'rgandik va ular hammasidan eng yaxshi tomonlarini olib o'zimizni tizimimizga qo'yishga harakat qildik. Va hospisda asosiy maqsadi bemor odamni umrini oxirida oilasidan ajratib olish emas. Bemorni umrini oxirida shu kasallarga shunday yordam ko'rsataylikki, qancha umri qolgan bo'lsa, shu umrini maksimal darajada yaqinlari bilan, maksimal darajada shu ijtimoiylashuv orqali samaraliroq o'tkazsin degan maqsadni o'z oldimizga qo'ydik va bundan tashqari o'sha albatta hospis yordamiga muhtoj bo'ladigan bemorlar bo'ladigan bo'lsa, mobil brigadalar orqali, misol Taskin hospisi butun O'zbekistondan onkologiyaga chalingan bolachalarimizga xizmat ko'rsatadi. Samarqand ham xuddi shunday yordam ko'rsatishga ixtisoslashadi va undan tashqari o'sha bolalar ko'p tarmoqli markaziy shifoxonalarida palliativ o'rinlar, palliativ yotoqlar beriladi. O'sha hospislar yo'q mintaqalarda bu xizmat uy hospislari, uy mobil brigadalar orqali tashkillashtiradigan va ko'p tarmoqli markaziy shifoxonalarda ko'rsatilishni rejalashtirganmiz. Katta rahmat. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Hem bizleri hem arkadaşlarımızı dinlediniz. Arkadaşlarımız da çok güzel izah ettiler. Öyle zannediyorum ki biz bu milli dasturla birlikte yakın gelecekte kanser hastalıklarında çok ciddi anlamda biz uluslararası standartlara uygun olarak erta anıklaşı oranımızı arttıracağız. Hozirga qadar diqqat bilan, sabr bilan eshitganligi uchun alohida tashakkur bildirmoqchiman va shu jumladan olib borganlar uchun alohida tashakkur. Va men o'ylaymanki, mana shu dastur doirasida xalqaro standartlarga mos ravishda uni ya'ni hayotga tatbiq qilamiz deb ishonaman. Aynı anda yine bu milli desturda şunu biliyoruz. En büyük görev aslında onkoloji merkezimize ve çalışma arkadaşlarımıza düşüyor. Biz de onkoloji merkezi ve çalışma arkadaşlarımız olarak bilimin ışığında uluslararası destekçilerimizle birlikte bu görevi harfiyen yerine getireceğiz inşallah. Demak, mana shu milliy dasturni hayotga tatbiq qilish doirasida albattaki bizni gardanimizga katta mas'uliyat yuklatilmoqda. Ya'ni onkologiya markazi va undagi ishlayotgan barcha tibbiyot xodimlarining yelkasi gardaniga tushadi va men o'ylaymanki, xalqaro hamkorlarimiz ko'magi ostida biz buni albatta tatbiq qilamiz. Evet, özellikle değerli basın mensuplarına tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum.
tüm çalışma arkadaşlarımıza ve özellikle NCCP ve palyatifle ilgili bu komisyonlarda görev alan tüm arkadaşlarımıza emekleri için ben huzurlarınıza tekrardan teşekkür ederim. Demak, mana shu tadbirimizga qatnashgan barcha demak ommaviy axborot vakillari, ommaviy axborot vositalari vakillariga kelganlari uchun alohida tashakkur bildirmoqchiman. Jumladan mana shu NCCP va palliativ dasturiga oid hozirlangan demak prezentatsiyalarni namoyish qilgan xodimlarimizga takroran tashakkur bildirmoqchiman. Barchangizga rahmat.